Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan task 1 turini ko'ramiz. Task 1da yilsiz yilni uni solishtirish, odatda solishtirishga nisbatan qilinadiganini ko'ramiz. Hop, ma'nosi chap tomonga qarasanglar, chap tomonda the table below shows the proportion of the workforce who are women and the proportion of managers who are women in 5 different countries. 5 ta turli xil davlatda ayol va ayollarni labor force bilan management sohasidagi ko'rsatkichlari ekan. Bizda task 1da bitta qaranglar, yil yo'q. Yil bo'lmasa ham polni nima yozasiz? Yo'q, polni present simple yoki past simple. Yoki polni present simple yoki past simple da olishimiz kerak. Present or past. Yana joy bor edi. Structure. Struktura qanaqa bo'ladi? Task 1 turida introduction boshida bo'ladi. Introductionda nima qilamiz? Paraphrasing. Ozroq parafraza qilamiz, ozroq so'zlarni o'zgartiramiz. Undan keyin overall qismida ikkita qoida bor edi. Ikkita qoida bor, o'shani yozamiz. Ikkita qoidamiz nima edi? Ham eslatib olasizmi? Overallda. Eng kattasi topiladi, keyin eng kichigi topiladi. Har bitta kategoriyani eng katta, eng kichigini aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Eng asosiy qoida mana shu. Keyin umumiylikda qidiramiz. Umumiylik bormi, yo'qmi o'sha narsani ko'ramiz. Hop, undan keyingisida body 1. Body 1da topic sentence bo'ladi. Topic sentence bu kirish so'zi. Keyin topic sentence kirish so'zini berganinglardan keyin 16 ta structure bor. Shu 16 ta structure ishlatib berishlar kerak. Body 2 da ham shunaqa. Topic sentence bo'ladi va 16 ta structure bo'ladi. 16 ta struktura bo'ladi. Hop, boshlaymiz. Menimcha hammaga tushunarli. Boshida 2 minutimiz tushuntirishga ketdi. Boshlaymiz. Task 1 table. Of the table bitta show debda illustrates show o'rniga illustrate yoki give information about degan bo'ladi. Sizlarda show deb berilgan bo'lsa illustrate qilinglar. Illustrate berilgan bo'lsa show yoki give information about something qilsanglar bo'ladi bemalol. The table illustrates the percentage proportion berilgan ekan. O'sha paytda biz percentage qilamiz. Percentage of the workforce who are women. Percentage of women in labor force and in management. Manda qilib o'tirmani. Workforce who are women and the proportion of managers who are women in 5 different demanimda. The table deb ketyapman. Illustrates women in labor force and in management in 5 different countries. Nota. Jotani topib qoldim aytdi. Nega ma'qul qoldi? Hop. To'g'rlanish kerak. Tamam, to'g'rlandi. Hop, mana yozib bo'ldik. Biz o'zgartirgan joylarimiz illustrates, proportion o'sha joylarni o'zgartirdik. Keyingi qiladigan ishimiz overall. Overallda 3 ta qoidamiz bor edi. Undan oldingi videoni ko'rsanglar bo'ladi. 3 ta qoidamiz aytib o'tilgan. Lesson 2 adashmasam comparative chartda. Bu lesson 3 bu. Bugungi darsimiz lesson 3. 3 ta darsda task 1 turini comparativini ko'rib ketyapmiz endi. To'liq shaklini. Overallda nimani olamiz? Mana bu bitta ayollarni labor force oddiy ishdagi ko'rsatkichi ekan. Sizlar mana shuni ichidan eng kattasini topinglar hozir. Eng kattasi Japan ekan. Men Yaponiya davlatida eng katta bo'lgan ekan ayollar ishchi sifatida. Eng kichigi esa Egyptda bo'lgan ekan.
Mana shu yerda hozir while degan strukturani ishlatib ketamiz. The reverse was true bilan ishlatib ketamiz. Bunisida women in management sohasida esa Australia bilan United Statesda eng katta ko'rsatkich bo'lgan ekan, eng kichigicha Sri Lankada bo'lgan ekan. Bunda umumiylik hozircha topilmayapti. Nima degani edi umumiylik? Umumiylik bu bir xil bo'lsagina umumiylik bo'ladi. Misol uchun Yaponiya ikkala ko'rsatkichda eng katta bo'lganda edi, o'shanda siz umumiylikni toparsiz. Bitta umumiylik yo'q hozir. Har bir kategoriyani eng katta, eng kichigini aytib o'tib ketsanglar bo'ladi. While females in labor force in Japan showed the highest figure, the reverse was true for qaysi davlat edi kichigi? Egypt. Mana joyini tushuntirib ketdi. Overall aytyapman, while debmanda females in labor force Yaponiyada eng kattani ko'rsatgan bo'lsa, buni teskarisi to'g'ri edi Egyptga. Buni teskarisi shu labor force'da ayollar eng kichik bo'lgan Egyptda deb aytib ketyapman. Shu joygacha tushundingizmi ham? Tushunmagan bo'lsangiz ayting, tushuntiraman. Mana qarang, mana joyini qilyapman. Ayollar labor force bo'yicha eng kattasi Yaponiyada. Shuni teskarisi nima bo'ladi? Eng kattani teskarisi. Eng kattani teskarisi. Nima bo'ladi? Tarjimasi mana o'zbek tilida. Eng katta so'zini teskari eng past. Eng past bo'ladi. Mana shu yerda siz reverse was true dedingiz. Eng past. Eng pasti degan ma'noda keladi-da. Eng pasti o'shanda 20 Egypt deb olib ketyapman. Eslab qolinglar, overall qismida ham hech qachon siz ishlatmaysiz miqdor sonini. Overall qismida hech qachon ishlatilmaydi miqdor soni. Raqam ishlatilmaydi. Raqam ishlatilmaydi. Protsent raqam ishlatilmaydi. Tushundingizmi shuni? Tamam. Endi keyingisini qarang. Keyingi kategoriyada qaraymiz. Qaysi biri eng katta, qaysi biri eng kichkinaligini olishimiz kerak. Meanwhile, vaholanki degani. Meanwhile, women in administration work degani administratsiya ishida, management sohasida, boshqaruv sohasida women in administration work ayollar administratsiya ishida in Australia and United States. Women in administration work in Australia and United States exhibited the largest figure, the largest share daily, the largest share. Opposite was true for Sri Lanka. Qarang nima jetdi. Hop, bunday deb ketaman. Reverse ishlatmayapman-da. Qarang, reverse ishlatmayapman-da, uning o'rniga nima ishlatyapman? Opposite. Buni teskarisi to'g'ri edi Sri Lankada. Sri Lanka kichik yo'q. Kichkina demoqchiman-da. Tamam, tushunarga tushundingizmi? Ha, tushundim. Endi qarang, bunaqa narsa qilaman. Har bitta davlatda deyman. Mana ikkita kategoriyamiz bor bizda. Women in labor, women in management. Qaysi biri bir-biridan o'tib ketgan foiz bo'yicha? Australia. United States dagi labor force management sohasidan o'tib ketgan, o'tib ketmagan. Qaysi biri katta? Labor force kattami, management kattami United Statesda?
United States. Keyingisida Labor force'da katta. labor force'da kattami, management katta? Labor force katta. Labor force'da Yaponiyada katta. Hop, Sri Lankada labor force kattami, management sohasi kattami? Labor force katta. Egyptda labor force kattami, management kattami? Egyptda labor force kattami, management kattami? Avstraliyada labor force kattami, management kattami? Qaysi biri kichik? Management. O'sha joyiga urg'u beryapman-da, Ilhom. Aytaman, bunday deyman. Har bitta hamma davlatda labor force katta edi. Ayollarni ko'rsatkichi labor force tashqarida. Avstraliyadan tashqari deb ketaman shu joyda. Unda receive boshqaruv ishlatib ketiladi. Uni boshqacha ishlatadi. Except from. With the exception of. Moreover, bu keyingi qoida sifatida olib ketaman. Moreover, in all the percentage of women in labor force showed higher figure than in management. The percentage of women in the labor force showed higher figures than in management. Women in management in all countries, with the exception of Australia. With the exception of Australia. Exception. Dan tashqari deganida. Joyiga qarang. Moreover, the percentage of women in labor force showed higher figures than women in management in all countries. Ayollar labor force'da eng katta ko'rsatkichlarni ko'rsatdi har bitta davlatda. Avstraliyadan tashqari management sohasida. Bir-biriga solishtirib yubordim mana ikkalasini. Mana shunaqa narsa. Hammasidan qutuldik. Overall qismida qutuldik hozir. Xo'p. Hozir nima qilamiz? Hozir endi ba'zi va ba'ziga o'tamiz. Ba'zi va ba'ziga women in labor force'da bittada olasiz, women in management'da bittaga olasiz ba'ziga. Hop. Focusing on women, focusing on the workforce for women, focusing on the workforce who are females first. Female first. Har doim eng katta ko'rsatishdan boshlaymiz. Japan eng katta. Japonga moslashtirib keyin ketaman. United States ikkinchi eng katta edi. Undan keyin qolganlarini aytib o'tib ketaman. Hop, hozir biz nima qilamiz? Bir-biriga solishtirishimiz kerak. 16 ta strukturamiz bor edi. 16 ta struktura ni bir-biriga solishtirib o'tib ketamiz hozir. Hop. Yaponiyada workforce for female first. Japan was the first largest with at 48. Yaponiya eng katta edi debman, 48 ko'rsatkich bilan. Making it slightly higher than United States. At 46. Şu formülü işletken düşündünüz mü?
aytavering, tushunmadingizmi qarang. Formula bor edi. Yaponiyani birinchi ko'rsatkichini beryapman. Biror bir narsani birinchi ko'rsatkichini berardim. Keyin making it degan strukturani ishlatardim. Making it slightly higher. Nima degani slightly? Sezilarli. Slightly. Qisman degan. Ozgina katta edi debman. United Statesda 46% bo'lgan ekan. United Statesda ko'rsatkichni deb ketaman. Endi tushundingizmi? Hop, bu birinchi strukturani ishlatdim. Endi mana bu ikkalasini Shri Lanka bilan Avstraliyani bir-biriga qaysi formula bilan ishlatsam bo'ladi? As is strukturasi bilan. Hop. The percentage boshida ishlatdim. Ya, ishlatmayapman. The proportion of women and labor force in Sri Lanka was as high as in Australia. In Australia, accounting for 42%. 42% ko'rsatish deb aytib ketdim. Buni tushundingiz-a? As high as bu oson edi. Ikkinchi formani ishlatdim. Yana eng kichigini aytib ketaman. Eng kichigini Egypt deb ketaman mana shu joyda. Videoga olyapti. 16 Hop, endi qaranglar. Egyptning eng kichigini deb olib ketyapman. However, eng kichigini odatda however bilan olsangiz bo'ladi. However, nima degani however? Qachon? Biroq degani. However, Egypt had the lowest share with 20%. 20%li ko'rsatkich bilan Egypt eng kichkina ulushni ko'rsatibdi. Deb ketyapman. Tugadi. Shu tugadi. Endi qaysi qismiga o'taman? Basic-ga o'taman. Basic 2 ga o'tamiz. By contrast bilan boshlayman. By contrast the woman by contrast managers the figure for managers who was who were majda taxta o'qitmadikmi? Who were deb ketaylik, tepada nima dedim? Who are debman. Who were aytdim. O'tgan zamonda o'qib ketyapman-da, shuning uchun. Hammasini o'tgan zamonda o'qib ketyapman, shuning uchun o'tgan zamonga e'tiborli bo'lamiz. Hop. Tamam, qolgan joyda bitta o'sha joyda xato bo'lgan ekan. Hop. The figure for managers who were women exhibited different by contrast managers mana shuni bunday qilaman. Oxiriga olamiz, deymi? Oxirida kelishi kerak. By contrast, managers who were women exhibited different figure. Turli xil ko'rsatkichni ko'rsatdi. Bu topic sentence-da. Topic sentence-ni yozdik. Boshqacha ko'rsatkichni ko'rsatdi deb ketyapsiz-da. Mana joyi yodlanadigan joyi. Mana va focusing on.
kimono joylari head the lowest share. Joylari yodlanadigan joy. Hop, endi har doim kattadan boshlaganimizda mana Australia bilan United Statesda bir xil deb ketaman. Yana as formulasi bilan. Hop, as formulasi bilan ishlatsam, keyin nima qilamiz? Bundan keyin mana uni ozgina kattaydi deb qo'yaman. Ozgina kattaydi bir-biridan deyman. Boshqa struktura bilan, compare with to bilan ishlatib ketaman. Hop, aytaveramiz. As-da hozir mana shunga ishlatsak bo'lar ekan. The figure United States was 43. Hop, United States turgan edimi? Stood at as large as Australia and this job description in this job mana shu kasbda in this job distribution in this job distribution. Hop, this yoki at virgul bilan at 43 43% bilan bir xil edi deb aytib ketaman. Mana shu kasbda management sohasida bir xil edi deb ketyapman. Hop, next on the list was Japan at 17% compared to ni ishlatayapman. Yoki as opposed to bor edi. Compared to Egypt at 12%. Tugadi. Mana shu yerda biz compared to ni ishlatdik. Bitta formula compared to. Mana as formulasini ishlatdik. Hop, endi oxirgi qismida Sri Lanka qoldi. Sri Lanka eng kichik edi deb ketamiz mana shu yerda. Qaysini ishlatishlar bo'ladi? Accountingda ishlatdik. Bittalisi bormi? Bittalik ko'rsatkichlisi bormidi? Solishtirmasdan turib. Menimcha yo'q edi. Qolgan hammasi solishtirish edi. Alohida qolar ekanda. When it comes to Sri Lanka and Sri Lanka women, females who worked as managers accounted for 9%, which was the smallest figure among other countries. Nuqta. Ana shuni tushuntiraman, qara. Mana yerda biz hozir when it comes to ni ishlatdik. When it comes to bu meanwhile o'shanda qilgan sinonim. Sri Lankaga kelsak, ayollar ko'rsatkichi manager sifatida ishlaganlarniki 9% bo'lgan ekan. Mana yerda accounted for degan so'zni ishlatdik mana shu yerda. Keyin mana yerda which was the smallest figure, bu ham mana shu eng kichkina figura edi deb qo'shimcha ma'no berib ketyapmiz. Keyin boshqa davlatlarning o'rtasida deb ketyapman. Among other countries. Tamam. Tugadi. Tushundingizmi?
Tushunmagan bo'lsangiz ham aytib oling. Tushundim bo'ldi. Mana uni havasini yoritib chiqish kerak. Har solishtirib tashlashingiz kerak 16 ta struktura bilan. Bu yerda endi 16 ta strukturani ishlata olishingiz sizni o'zingizga fantaziyangizga bog'liqda, qanchalik darajada ishlata olishingiz. Hop, vaqtimiz qancha bo'ldi? 25 minut. Hop, 2 minutda tushuntirishga ketgan bo'lsa, 23 minutdami? 23 minutda yozdik. O'zim ham imtihonda 30 minutda yozgandim, task birda. Nariga task 2 ni 30 minutda yozgandim. 20 minut o'zi beradi. Bu hozir men o'ylab qolgan joylarim bor edi. Ishlatib olsam bor, shunday ishlatib olsam ham bo'ladi. Yozib bo'lgandan keyin ham qarang, nima qiladi? Yozib bo'lgandan keyin tahlil qilish kerak. Hop, Qanday tahlil qilamiz buni? ChatGPT ga tashlaymiz. Hozir buni ChatGPT ga tashlagan paytimizda mana bunaqa deb yozishingiz kerak. Check the grammar. Check the grammar and give feedback. Grammatikani tekshiradi, feedback beradi. Ishlar endi. Internet ishlamay qoldi. Management. Ishlamay qoldi. oliy to'lovga qo'yganmi? Oliy to'lov to'laganmiz. Yangilash berib internet ishlamay qoldi chatda. Shunaqa xatoliklar bo'lishi mumkin. Endi nima deya olamiz? Hammaga to'g'ri. Aslida birlikdan oshib ketdi ekan so'z. Ko'ramiz nechtaligini. Z ham hisoblanadimi so'z? Hop, 187 ta ekan. 87 ta, 37 ta ko'p. Endi O'g'rilga ko'p yozib oldingiz-a? O'g'rilda boya haqiqatan men ko'p yozdim. Hamma ma'lumotni yozay degan maqsadda. Hamma ma'lumot tushsin degan maqsadda yozdim. Hop, 8 yozdim. this is solid task 1 response. Oh, you are clearly understood the data included overview. Now let's refine it toward. Mana uni o'qib chiqish kerak. Mana o'qib chiqish kerak emasligini maslahatim. Yaxshi yozilganda bu ana bor. ChatGPT refine it qilib berilgan bo'ladi. 8 o'sha tarafda chiqadi. O'qib chiqinglar. Key feedback important for band 9% of women in the labor force. Labor force. Qolibdi. Zani qo'yish kerak. Slightly higher. Use slightly. Slight higher. Making it slight higher deb yozgan joyim bormidi? Mayda albatta qolib ketibdi. Slightly higher bo'ladi, to'g'ri. Mana shu analiz deyiladi. Awkward. Yomon narsa ishlatsa bo'ladi. Awkward emas. The figure by contrast different figure bo'lish kerak edi. Siz qo'shib yuboribman chetda. Bizani ham o'chirib tashladim. Japan had the highest figure, was the first largest. Ishlatsa bo'ladi, lekin was the first largest. First olib tashlayapti. Largest degani o'zi eng kattasi degan ma'noda kelyapti debdi. Mana olib tashlaymiz. Qarang. Boshlamini Japan was the largest. Japan first olib tashladik. Kings next on the list. Japan followed. Followed emas. Estimated band score debdi. Taskga 7.5. Chunki biz boyagi qismlarni yozdik-da. Overall deb odatda coherence and cohesion 7, lexical resource 7.5, grammar 6.5. Nimaga grammar 6.5 bo'lib qoldi? Slightly bor edi boya. Keyin siz qo'ymagan joylari. Menimcha o'shaning uchun. Hozir bitta yana tashlab ko'ramiz. Ikkita joyini o'zgartirdik. 3 tami, ikkitani joyini o'zgartirdik. Grammatika endi menimcha ozroq o'sish kerak. Hop. 7.5 ga yaqinlashyapsan deb aytayapti. Men 7.5 chiqarib berganini o'qinglar. Что yaxshi yozganda
Ha, grammarda o'zi 7, 6,5, 7 deyapti. Shunaqa overall 7, 2,5 deb aytyapti. Shunaqa. Mana joylarini o'qib chiqish kerak, tahlil qilib. Mana uni o'zi 8 edi. Shuni o'qib chiqinglar. Hammaga rahmat, charchamanglar, sog' bo'linglar.